Assalomu alaykum qizlar. Bugun sizlar bilan do'ppi tikishni o'rganamiz. Mana o'zimni oson usulimda. Buning uchun bizga karton lentadan 2 dona kerak bo'ladi. 5 cm ga 56 cm. Pistolet kleyni bir-biriga yopishtirib olamiz. Sabab 2 qavatligini sababi bizning kartonimiz yupqaroq bo'lgani uchun. Agar qalin bo'lsa bir qavat ham bo'ladi. Demak, 10 cm ga 58 cm, ya'ni 2 tomondan 1 cm dan ziyodroq mato kesib olamiz va bir tomonini 1 cm da qayriltirib pistolet kleyda yopishtirib olamiz. Sababi tikish paytida surilib ketmasligi uchun kley yaxshi ushlab turadi. Matoni qayriltirib, mana shu kleyda yopishtirilgan tomonga ichkari tomondan qayriltirib tikib chiqamiz qo'lda. Endi mana do'ppimizning stoyka qismi tayyor bo'lyapti. Endi buni aylana holatiga tayyorlaymiz. Ikkita tarafini ochib, bir-biriga kleylaymizda, ustidagi matosini qaytib joyiga yopib tikib chiqamiz. Akkuratni qilib, skriti qilib tikishimiz kerak qizlar. Choklarimiz ichkari tomondan ham ko'rinib qolmasligi kerak. Mana tikib bo'ldik. Endi tom qismini olamiz. Tom qismini stoykasidan ozgina katta olib, mana shu joyini kleylab yopishtirib olamiz. Shunda ozgina tepaga uchburchakroq bo'lib turadi. Endi buni atrofidan ortiqcha joylarini kesib tashlab, mana shu aylana matoni o'rtasiga pistolet kley yopishtirib, surilib ketmasligi uchun keyin ichkari tomoniga ham kleylab yopishtirib chiqamiz. Mana ichkari tomoniga yopishtirib oldik. Endi uni astar qismini ham o'rtasidan pistolet kley qilib, uchlarini ichkari tomonga qayriltirib tikib chiqamiz. Mana do'ppimizning tom qismi tayyor bo'ldi. Endi uni stoykaga joylashtirib tikib chiqamiz. Mana qizlar, do'ppimiz bezatishga tayyor bo'ldi. Endi uni o'zimizning ko'zimizga qarab bezatib chiqaramiz.